Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Bugun 1-fevral 2026 yil. Sizlar bilan tayyor katalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Siz esa videoga bittadan like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Biz esa videomizni boshladik. Bu katagimiz tovuqlar uchun mo'ljallangan. Razmeri uzunligi 2,5 metr, eni 1,10, balandligi 1,40. Yonida mana tuxum qiladigan va tuxum oladigan eshikchalari bor. Oxirlari qo'yilgan. O'rtadan tozalab tashashga setka qo'yib ketganmiz. Terpis ostidan falga solingan, sovuq o'tkazmaydi. Bu katagimiz xo'rozlar uchun 2 etajli. Razmeri uzunligi 1,10, eniga 90, balandligi 2 metr. Eshiklari ochiladi. Doniga, suviga joylari qo'yib ketilgan. Bu katagimiz esa kaptarlarga mo'ljallangan. Razmeri 1,40, eni 1, balandligi 1,80. 16 ta gnezdosi bor, porchkalar o'rnatib o'tilgan. Bu katagimiz uzunligi 1,5, eni 1, balandligi 2 metr. 24 ta gnezdoli. Bu katagimiz uzunligi 1,70, eniga 1,10, balandligi 2 metr. 25 ta gnezdo va mana bu yerda tozalab tashlash uchun setka qo'yib ketganmiz. Shipirib tozalab tashlanadi. Bu katagimizdan xuddi shu razmerda 1,70 ga 1,10, balandligi 2 metr. Bu ham 25 ta gnezdoli. Ikkala katagimiz bir xil. Rangida farqi bor xolos. Bu katagimiz 2 metrga 80, qulayroq so'raganlar uchun tagi setkali varianti. Bu katagimiz 1 metrga 50 santimetrli. Qushlar uchun mo'ljallangan. Balandligi 2 metr, 4 xonali, 4 etajli. Eshiklari chiroyli ochiladi va abdollar chiqadi. Qushlar uchun mo'ljallangan bu katalarimiz 8 xona. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 94 kodi bilan 177 33 15 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar.